Hech o'ylab ko'rganmisizlar, O'zbekiston milliy terma jamoasining futbolda tarkibi bo'lganda qanday ko'rinishda bo'lar edi? Hozir men o'zimning glavniy akkauntimda bor bo'lgan o'zbek o'yinchilaridan bitta tarkib tuzaman. Undan oldin esa kanalimga podpiska bosinglar, videoga like bosinglar va keyingi videoda qaysi terma jamoa chiqishini ham kommentariyada yozib qoldiringlar. Unda biz boshladik. Ko'rishingiz mumkin, tarkibni men 0 holatga tushirib oldim. Endi sizlar bilan hozir O'zbekiston tarkibini tuzamiz. Bu yerda filtrga o'taman. Natsionalniy region, bu yerdan Osiyo tanlaymiz va eng pastga tushadigan bo'lsak, bizda O'zbekiston chiqadi. O'zbekiston tanlaymiz. Ko'rishingiz mumkin, menda bor bo'lgan o'zbek kartalar shular. Bo'lmasam biz bolalar hujumchidan boshlaymiz. O'zbekiston tarixidagi men uchun eng yaxshi hujumchi bu Eldor Shomurodov shubhasiz. Navbatdagi o'yinchimiz bizda bu Abbosbek Fayzullayev. Xo'p, navbatdagi o'yinchimiz bizda O'tkir Yusupov, bizning qahramonimiz. Keyingi o'yinchimiz bizda juda ham skillga boy bo'lgan, juda ham texnikasi zo'r Jaloliddin Masharipov. Azizbek Turg'unboyev, O'zbek Blitzkrieg o'yinchisi Eshmurodov himoyaga juda ham baquvvat, statini ko'rganlar bo'lsa, o'zingizlar bilasizlar. Husniddin Aliqulov bu Turkiya ligasi MVP da chiqqan, ya'ni oyning eng yaxshi o'yinchilarida Player of the Month bo'lib chiqqan edi. O'zbek Pirlosi desa ham bo'ladi, Otabek Shukurov. Keyingi o'yinchimiz bizda Ashurmatov. Ashurmatov o'ng qanotga to'sharkanlar. Yaxshi gap bo'lish mumkin emas. Bizda keyingi o'yinchimiz bu Iskandarov, Jamshid Iskandarov. Chap qanot himoyachimiz Nasafdan Sherzod Nasrullayev. Juda ham tezkor bo'lgan o'zbek Alfonso Davis desa ham bo'ladi, bemalol. Xo'p, bolalar, ko'rishimiz mumkin, bizda yana bitta o'yinchi ortib qoldi. Bu ham bo'lsa Sayfiyev zaminaga qo'yamiz. Davom etamiz bolalar. Va bizda navbatdagi o'yinchimiz bu o'sha oddiy kartalar, ko'rayotgan bo'lsanglar, Odil Hamrobekov, Oston O'runov, Momentum Dribbling, Ostonbek O'runov. Gap bo'lishi mumkin emas. Keyingi o'yinchimiz bizda Alijonov qo'yamiz. Va O'tkir Yusupov biz o'sha FT kartasini qo'yib bo'ldik. Ko'rishingiz mumkin va bizda 3 ta karta qo'yapti. Hozirda O'zbekiston deganda birinchi xayolga keladigan futbolchi worldwide, butun dunyo bo'yicha hozir Abduqodir Husanov. Eng katta hozir trendda bo'lgan o'zbek futbolchisi Abduqodir Husanov va e-futbolda yagona special kartasi bo'lgan o'yinchi Epic Big Time Showtime'lardan bitta Abduqodir Husanovda Showtime karta chiqqan, u ham bo'lsa mana shu kartasi priz 1 bo'ladi. Buni ko'rishingiz mumkin. Hozir mana zaminga qo'yamiz va mana smartfonni qo'yamiz. 101 rating. O'ylasam 100 reytingli o'zbek o'yinchisi va bizda yana ikkita kartasi ham bor. Abduqodir Husanov. Abduqodir Husanov ko'pchilikda bo'lsa kerak, bu chiqqan payti donat millionlar ham donat qilib olishgan. Gap bo'lish mumkin emas. Ko'rishingiz mumkin bolalar. Mana sastav meni akkauntimda bor ekan. Menimcha bundan kuchli O'zbekiston tarkibi chiqmasa kerak, chunki O'zbekistondan chiqqan har bitta special kartani men olganman. Ko'rishingiz mumkin, mana shu e-futboldagi eng yaxshi O'zbekiston tarkibi. Sizlar nima deysizlar bolalar? Bu tarkib bilan divizionda onlayn matchlarda o'ynasa bo'ladimi? Kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiringlar. Keyingi videoda mana akkauntimdan, ya'ni o'zim akkauntimdan qaysi terma jamoani yoki klubimi, terma jamoani tarkibini ko'rish xohlaysizlar? Yozib qoldiringlar.